لبيك اللهم لبيك. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Sizga Alloh taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsin. Mening ismim G'oli. Biz birgalashib har bir musulmon kishisining turmushindagi eng muhim sayohati hojni nishikdir boshqarga ekanini o'rganirmiz. O'zgan darsda xo'sh qilu yo'llarin, hojilarning Mina o'zanligina ko'chularin, G'arafat tog'ida turularin, onları Zulhijja oyining tong'in qarshi olu o'rini Muzdalifaga yo'l tutularin o'rgandik. Zulhijja oyining 10-kunida tong bilina boshlag'ach, Muzdalifa o'zanligida ertangi namoz o'qiladi. Onları hojilar Mina o'zanligina yo'l tutalar. Tong otqach, yaqincha 2 soatdan so'ng xo'sh qiluvchilar Jamratul G'akabaga, Makkadan eng yaqin bag'anaga yo'nalalar ham ona 7 tosh irg'italar. Tosh otgan soyin takbir aytirga kerak. Hojilar toshlarni otgandan so'ng qurbon sholu yo'lasin o'tilar. Elek har bir hoji o'zi qurbon shalgan. Bugungi kunda hoji qurbon bayasin to'lida qo'lina to'lov turumdagi qog'oz ola. Amuning bilan shug'ullanuvchi fermerlar hoji ismidan o'zlari hayvonni shalalar ham aligi itni Saud G'arabistonidagi onun shitlarindagi muhtojlarga toratalar. Hoji 7 toshni da irg'itgandan so'ng turkum yetakchisidan qurbon keltiruv turindagi ma'lumot ola ham o'zining shashin kistira yoki qisqartira. Irotlarga shashlarin to'lisincha oldiru kerak. Xotin qizlar shash to'limlarini kistiralar. Ammo hoji bu ishni o'zi ishlarga tegish tugil. Eng muhimi, ihrom holatida bo'lmagan kishi buning bilan shug'ullansa xayrliroq. Shundan so'ng kishi ihrom holatidan chiqa ham boshqa kiyim kiyib, xo'sh bitganshiga qadar yuriyola. Hojiga ihrom holatida bo'lgan vaqtdagi tuyular ruxsat etiladi, lekin yaqinlik qilirga yoramay. Hoji kelasi 3 bayram kuni davomida ziyorat tavofi ham sog'i boshqarırga, ya'ni Safa bilan Marva orasida yururga tegish. Qa'bani o'rab yuru, ya'ni tavof hojining majburiy bag'anasi ham yo'llarning ayrilg'isiz ulushi bo'lib turadi. Ziyorat tavofin ham sog'ini tamomlagandan so'ng hojilar Mina o'zanligina keri qaytalar. Bugunga shular do'stlar. Alloh taolaning rahmati va barakati bo'lsin sizga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.